Pensilvaniya shtatida 1 million 100 minglik uyni obzor qilamiz xudo xolasa. Orqamda turgan uy 1 million 100 ming. Nega aynan bu uyga keldik Husn aka? Nima afzalliklari bor buni? 5 ta xonasi bor, 5600 square foot va eng muhimi biz odamlarga eng shirin joyi bu kolonial uy ikkita tomonga ketgan. Bu tomonda qo'llariga ham gap yo'q, mana bu fasadlariga ham gap bo'lishi mumkin emas. Endi bu yoqqa o'zlaring baho berasizlar. Family room, любой mehmon kelsa maza qilib o'tirishlaringiz mumkin birga. Zo'r eng qimmatlardan qo'yilgan, eng qimmat duxovkalar, eng qimmat gazlar, hamma yog'ini oyna qilib qo'ygan, quyosh nuri maksimum kirish uchun va boylar nimani yomon ko'radi? Ikkita kladovkasi bor, walk-in closet juda ham katta. Xohlasangiz mana bu yerda jacuzzi bor, bu tomonda mana dushi bor. Eng muhim joylardan biri mana alohida oshxona bor. Qaranglar qanaqa baland. Bu hali hammasi emas, mana orqaga chiqsangizlar, tez olinglar o'rtoqlar, 1 million 100 mingga konkret bu uy stoy. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Pensilvaniya shtatida 1 million 100 minglik uyni obzor qilamiz xudo xolasa. Nega aynan bu uyga keldik Husn aka? Nima afzalliklari bor buni? Bu mahalla juda ham bomba. O'tgan yili 1 million 130 mingga bitta akamizga uy sotgan edim. Aferin qoyil, aferin buyuk iste'dod. Orqamda turgan uy 1 million 100 ming, ikkita oshxonasi bor, 5 ta xonasi bor, 5600 square foot va eng muhimi biz odamlarga eng shirin joyi anchadan beri bozorda turibdi, narxini tushirishimiz mumkin. Mana kirib kelishimiz bilan shiftlari juda ham baland. Dahshat bitta qandil qo'ysanglar bir 2000 dollarlik uyni juda ham ochib yuboradi. Bu kolonial uy ikkita tomonga ketgan. Bu tomonda xohlasangiz ofis qilishingiz mumkin, xohlasangiz mehmonlaringizni kutib olasiz. Mana ko'ryapsizlar, ustunlari qanaqa zo'r. Yana bitta zo'r tomoni ikkitaga simmetriskiy qilib kladovkalar qurgan. Bu tomoni bo'lsa dining bo'lyapti, oshxonaga ulanib ketgan. Pollariga ham gap yo'q, mana bu fasadlariga ham gap bo'lishi mumkin emas. Yes, that's right. That's right. Endi uyimizning asosiy qismiga o'tamiz. Bu yoq basement, keyinroq ko'rsatamiz. Bu yerda yarimta tualeti bor. Bu yerda hojatda hojonalar bo'lsa, alohida asosiy etajimizda xona ham bor. Yuqoriga chiqishlari shart emas. Endi bu yoqqa o'zlaringiz baho berasizlar. Family room shiftlarini ko'ryapsizlar, juda ham baland. 8 ta oynasi bor, bu yoqda kamini bor. Любой mehmon kelsa maza qilib o'tirishlaringiz mumkin birga. Даже kraska ham qilish kerak emas. Dash keladigan bo'lsak, bu yerda mana oshxona qismi, oshxonaning kabinetlari ham zo'r, eng qimmatlardan qo'yilgan, eng qimmat duxovkalar, eng qimmat gazlar. Dash kerak bo'lsa ikkitalik sinklar qo'yib qo'yibdi. Mana bu yerda orolchamiz bor, toshlari ham zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Wow. What a feeling. Bu yerda yana bitta oilaviy o'tiradigan zonamiz bor. Hamma yog'ini oyna qilib qo'ygan, quyosh nuri maksimum kirish uchun. Bu tomonda bo'lsa mana laundry, dash keladigan bo'lsak, ikkita qimmat mashina, katta mashina sig'adigan garaj, shedeklar hammasi qilingan. Bu ham yetmaganida bu yoqqa chiqadigan bo'lsak, dek va boylar nimani yomon ko'radi? Odamlar bo'lishni yomon ko'radi. Orqada hech qanaqa qo'shni yo'q. Maza qilib o'zingiz dam olib o'tirsangiz bo'ladi. Uyimizning yuqori qavatimizga xohlasangiz mana oldindan keling. Xohlasangiz mana oshxona tomondan chiqsangiz bo'ladi. Koridorlari juda ham keng. Bu korpusda ikkita yotoqxona bo'lyapti. Shiftlari juda ham baland. O'zining alohida sanuzeli bor. Floor to ceiling katta oynalari bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Uyimizda bu qismda yana ikkita xona bor. Har bittasini o'zining sanuzeli bor. Yana katta oynalar. Mana master bedroomimizni ko'ryapsizlar. Ikkita tabaqali eshikdan kirib kelasizlar. Shiftlari mana yevropeyskiy baland qilingan. 8 ta oyna bor. Mana bunaqa lounge areasi bor. Maza qilib uxlashdan oldin kino ko'rishingiz ham mumkin. Va yana muhim joyi, kelsangizlar bu tomonda mana ikkita kladovkasi bor. Walk-in closet juda ham katta. Ayolga, erkakka. Vannasi ham hech narsa qilish kerak emas. Mana ikkitalik sink. Xohlasangiz mana bu yerda jacuzzi bor. Bu tomonda mana dushi bor. Tualetini kerak bo'lsa, eshiklarini yopib qo'ysa bo'ladi. Turkiya tushish koridorlarining kengligini qaranglar. Eng muhim joylardan biri mana alohida oshxona bor. Yaqinda farzandni uylantirgan bo'lsa, mana alohida даже gazgacha olib kirib qo'yibdi oshxonamizga. Bu yerda mana sanuzeli bor. Buni ham shiftlari juda ham baland. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Mana gilamlar qo'ygan, shu issiq bo'lsin deb. Shiftini qaranglar qanaqa baland. Umuman sakrashaylar ham yetmayapti. Gatovoy qilib qo'yilgan, toza, juda ham katta. Xohlasangiz bu yoqqa ikkinchi bedroom ham qo'yishingiz mumkin. Dash ketamiz. Bu yerda bo'lsa, yig'in qiladigan bo'lsangiz, bemalol mana erkaklar, ayollar o'tirishib, basementda o'zida alohida qilsangiz bo'ladi. Menga razmer kattaligi, shift balandligi juda ham yoqdi. Bu hali hammasi emas. Mana orqaga chiqsangizlar, katta backyard. Shabadana qara, shabadana. O'g'lini aytmaysanmi? Uyimizda yagona qilinadigan joy mana shu yerga xohlasangiz letniy kuxnya qilishingiz mumkin. Xohlasangiz o'yingoh qilishingiz mumkin. Tepada mana deklari ham bor. Bekamu ko'st uy, tez olinglar o'rtoqlar, 1 million 100 mingga konkret bu uy stoy.